Abu Ali ibn Sino. Birinchi bo'lim. Hijriy 370-yil. Buxoroy Sharifning yaqinidagi Afshona degan qishloq. Abdulloh ibn Sinoning oilasida o'g'il farzand tug'ildi. Chaqaloqning yuzi juda chiroyli edi. Bu bola keyinchalik butun dunyoga mashhur inson bo'lib yetishadi. Unga ism qo'ydilaringizmi, aka? Tug'ilmasidan tanlab qo'yganmiz ismini. Ha, ismi allaqachon tanlangan. O'g'il bo'lsa ismini Husayn qo'yamiz deganmiz. Husayn ibn Abdulloh ibn Hasan ibn Sino bo'ladi. Nima ko'tarib kelyapsan, Husayn? Qutining ichida nima bor? Mushukcham, oyijon. Tomdan sakragan edi, oyog'i qattiq lat yedi shekilli. Qayerdan bilding? 4 ta oyoqda yurolmayapti-da. Bitta oyog'ini ko'tarib olib, qiynalib yuryapti-da, oyijon. Endi nima qilmoqchisan? Men buni oyog'ini albatta tuzataman. Qanday davolashni bilasanmi? Qo'shnimiz Yunusning ham qo'li lat yeganida otam bilan siniqchi tabibni oldiga borganmiz. Esingizdami? Mahmud siniqchini aytyapsanmi? Ha. Mahmud tabib mana bunaqa 2 ta tayoq bilan singan joyini atrofini mahkam bog'lab qo'ygan edi. Men ham buni oyog'ini shunaqa qilib mahkam bog'lab qo'ymoqchiman. Xudo xohlasa bir pasda yaxshi bo'lib qoladi. Iloyo shifosini bersin o'g'lim. Ish qilib doim ko'pchilikni duosini olib yurgan orzularim ro'yobga chiqsin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Safarga qachon chiqadigan bo'ldilaringiz? Ha, Xudo xohlasa 2 kundan keyin Buxoroga ketmoqchimiz. U yerda qancha bo'lamiz, otajon? Ancha vaqt bo'lamiz. Balki butunlay o'sha yerda yashab qolarmiz. Buxoroda rosa mazza qilasan, o'g'lim. Chunki Buxoro olimlar shahri, rosa katta shahar. Xohlagan sohadagi olimni topsang bo'ladi. Rosa mashhur ulamolar yetishib chiqqan u yerdan. Dadasi, Husayn boshqa fanlardan ko'ra tabobatga, tabiiy fanlarga ko'proq qiziqadi. Yo'q. Oyijon, men hammasiga qiziqaman-ku. Qachondir o'qituvchi bo'lsam, boshqa fanlarni ham to'liq bilishim kerak-ku axir. Chunki hamma fanlar bir-biriga o'zaro bog'liq bo'ladi albatta. Xo'sh, bu javobga nima deysan? Juda ajoyib javob bo'ldi. Yo Allohim, umidlarimni puchga chiqarmagin. O'g'lim, sen ulug' olim bo'lib yetishasan inshaalloh. Ibn Sinoning dovrug'i Buxoroga o'zdan oldin yetib bordi. Hali yosh bo'lishiga qaramay, butun Buxoroda ovozi bo'lib ketdi. Mana shu karvonda rosa aqlli olim bola ketayotgan ekanmi? Olim bola deysizmi? Yosh bola olim ekanmi? Shunaqa deyishdi-da. Ismi Husayn ibn Abdulloh ibn Sino ekan. Hali yosh bo'lsa ham rosa ilmga qiziqar ekan. Juda ko'p narsani biladi deyishyapti uni. Unda men hozir o'sha bolani izlab topishim kerak. Negaligini bilasizmi? Yo'q, nega? Odamlar nima desa, ishonib ketavermaslik kerakligini bilib olishingiz uchun. Yosh bola shuncha narsani bilib, olim bo'lishi mumkinmi o'zi? Bilmasam, shunaqa deb eshitdim-da. Ha, bo'pti. Qani yuring. Birodar, mana shu karvonda Husayn ibn Abdulloh degan bola ham bormi? Mabodo tanimaysizmi uni? Ibn Sinoni aytyapsizmi? Ha, o'sha. Bu olim bolani tanimaydigan odam yo'q, birodar. Siz karvonni oldi tomoniga o'ting, oilasi bilan ketyapti. Odamlar ham g'alati-ya. Nima desa ishonib ketaverar ekan-da. Ana ular, yaqinroq boraylik-chi, yura qol. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Shu yerda Husayn degan bola bormi? O'g'lim Husaynni so'rayapsizlarmi? U sizning o'g'lingizmi? Ha. Birodar,
O'g'lingiz juda ko'p narsani biladi deyishyapti. Shu gap rostmi? O'g'lim, o'zing javob bera qolasanmi? Xo'p bo'ladi, otajon. Siz nima desangiz shu. Nima deding? Amaki, Alloh taolo menga noyob qobiliyat bergan. Men shu qobiliyatni ehtiyot qilishim kerak. Qanaqa qobiliyat? Yoshligimdan ilm fanni juda ham yaxshi ko'rib qolganman. Qanaqa kitob topsam o'qiyveraman. Alloh taolo meni ko'nglimga shuni solib qo'ygan ekan. Ana shu sababli men katta olimlardan ilm o'rganish uchun Buxoroyi sharifga ketyapman, amakijon. Shuncha ilmni qanday qilib yodlab qolasan? Odam qancha ko'p o'qiyversa, zehni, xotirasi shuncha ochilaverar ekan. Ustozlarim, ilm dengizga o'xshaydi. Qanchalik chuqur sho'ng'isang, shunchalik kengayib ketaveradi deyishgan. Sen tengi bolalar bunchalik ko'p narsani bilmaydi-ku. Sen qanday qilib o'rganding? Alhamdulillah. Insonning xotirasi ham Allohning mo'jizasi ekan. Chunki bu nafsiy quvvat ekan, amaki. Nafsiy quvvat? Ha, nafs insondagi yashirin quvvat ekan. Nafsga faqat moddiy emas, ruhiy ozuqa ham berib turilsa, misli ko'rilmagan natijalar berar ekan. Nafs inson tirik ekan, doim u bilan birga bo'ladi. Bu gaplarni qayerdan olding? Ustozlarimdan. Endi men shu yo'nalishda ilmiy tadqiqot qilyapman. Bilmagan narsalarim, bilishim kerak bo'lgan narsalar juda ham ko'p ekan. Shuning uchun tinmay kitob o'qiyapman. Ustozlarimdan ilm olyapman. Bu bilimim hali mukammal emas. Men bu haqida doim tafakkur qilyapman. Inson har bir narsaga e'tiborli bo'lishi kerak. Har bir ilmli insondan saboq olish lozim. Mashalloh, rahmat sizlarga. Bezovta qilgan bo'lsak uzr. Yo'q, bemalol, bexijolat. Ko'rdingmi? Ha, ko'rdim. Qoyil. Subhanalloh. Umrimda bunaqa olim bolani ko'rmaganman. Inshaalloh bu bolani kelajagi porloq bo'ladi. Mana ko'rasiz. Ibn Sino ilm safarini Buxoroda davom ettirdi. Otasi undan hech narsani ayamadi. O'g'lini juda ko'p ustozlarga olib bordi. Ibn Sino 10 yoshga to'lmasdan Qur'on Karimni to'liq yod olib, keyin fiqh, adabiyot, falsafa, tibbiyot fanlarini o'rgandi. Ibn Sinoning mashhur ustozlari orasida ulug' olim Abu Abdulloh Noili ham bor edi. Abu Abdulloh, inshaalloh Husayn o'g'lim sizga munosib shogird bo'ladi. Ha, o'g'lingiz haqida boshqa ustozlardan ham eshitdim. To'g'risini aytsam, o'zim ham u bilan ko'rishmoqchi bo'lib yurgandim. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom Ummu Husayn. Abu Abdulloh Noili Husaynga ta'lim berish uchun shu yerda bir muddat qoladilar. Alloh ilmingizdan o'g'limga manfaat bersin ustoz. Inshaalloh. Xo'sh, o'g'lingiz qani? Oho, hisob kitob ilmini ham zo'r bilarkansan-ku, Ibn Sino. Ha, otam meni hisob kitob ilmini o'rgansin deb sizga o'xshagan katta savdogarga shogirdlikka berganlar. Lekin men senga ilm bera olmasam kerak, Husayn. Yo'q, siz ulardan hech ham kam emassiz, taqsir. Siz ko'pchilik bilmagan narsalarni bilar ekansiz. Allohga shukr, sizdan ko'p narsalar o'rgandim. Mayli ustoz, men endi bora qolay. Mayli, boraver. Bugun qattiq ishlading. Dam olish ham kerak. Yo'q, dam olmayman. Hali ko'p narsani o'rganishim kerak. Uyimizga Abu Abdulloh Noili kelishlari kerak edi. Ana o'shanga shoshilyapman. Iya, ustoz Abu Abdulloh senga dars beradilarmi? Ha, sizdan ham, u kishidan ham ilm olaveraman inshaalloh. Subhanalloh. Senga ustoz yetkazib ulgurib tursak bo'ldi, Ibn Sino. Alloh muvaffaq qilsin. لولا
Ibn Sino Abu Abdulloh Noili bilan ko'rishish uchun uyiga ketdi. Xo'sh, yangi ustoz yangi shogirdini qanday kutib olardi?